Akalar, har doim aytaman, uy olganda lokatsiya oling dedim. Mana men sizlarga zo'r lokatsiyadan zo'r bitta kvartira topib qo'yganman. Vaqti ishkalanadi. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Lokatsiyada zo'r lokatsiyada tepa qavat bo'lsa hamchi shuni ko'z yumib olishing. Nimaga? Chunki lokatsiya birinchi o'rinda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu asosiy eshik bo'ladi. Korridorimizning korpusidan kattaligini menimcha shu rayonda yashaydiganlar o'sha bilib bo'ldi. Men qayerga kelganimni 3 xona 102 kvadrat metr remontlari bilan tayyor holatda. Shundoq kirib generalniy уборка qilib turib yashab yasanglar bo'ldi. Bu yoq tarafimizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxona qismimizning korpusidan keng kattaligini, mana duxovtorniy kotel, stabilizator tok o'lchaydigan, mikrovolnovkasi Hoffman, mana gaz pechlarigacha bor. Xullas, tayyor televizorga joy tashab ketilgan. Yana korridorimizga qaytamiz. Xonalarimiz, sanuzullarimiz razdelni joylashgan. Bu yoq tarafda kattagina razmerda родительский spalni bo'ladi. Kengligini, kattaligini ko'rasizlar, patolog razmeri ham balandligi вообще zo'r. Xo'p, endi